Odatda robotlar deganda ko'pchilikning ko'z oldiga insonlardek gaplasha oladigan, ularning o'rniga barcha yumushlarni bajara oladigan yordamchilar keladi. Sir emaski, bugungi kunda ijtimoiy va iqtisodiy hayotga yangi omil sun'iy intellekt jadallik bilan kirib keldi va kundalik turmushimizda ham faol ishtirok etmoqda. ChatGPT esa ta'lim sohasida keng qo'llanilishi tobora dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Ayniqsa talaba va o'quvchilarning insho, referat va boshqa topshiriqlarni o'zlari yozmasdan sun'iy intellekt yordamida yozishi ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, bu qanchalik xavfli? Haqiqatan ham u o'zimiz bergan ma'lumotlarni o'zimizga qarshi qurol sifatida ishlata oladimi? ChatGPTni jahlini chiqarib qo'yishingiz mumkin. Kelajakda u sizga nimadir buyruqni berishi mumkin. Mana shu narsani qildi. Qachondir siz o'sha narsadan bosh tortishingiz mumkin. Lekin u sizni parollaringizdan tortib ijtimoiy tarmoqlardagi, sizni eski kirdi chiqdi ma'lumotlaringiz, eski korxonangizni mayda-chuyda kamchiliklari va eski tarixda yo'l qo'ygan xatoliklaringiz yoki bo'lmasam salomatligidagi nuqsonlaringizni ChatGPT bilib, uni ommaga oshkor qilib yuborish ehtimoli bor. Yuqorida siz eshitgan fikrlar bundan taxminan bir oycha avval ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Aslida esa bu fikrlar qay darajada to'g'ri? Endi sun'iy intellekt cheklash imkonsiz, chunki qandaydir programmani o'zida cheklovlari bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda ochiq dannelarda, ochiq kodlarda ishlaydigan sun'iy intellekt turlari juda ham ko'payib ketyapti va bir cheklovni qilsangiz boshqa ochiq kodlar yordamida generatsiya qilish mumkin. Buni yechimi qanaqa? Buni yechimi oddiy qonunchilikda o'sha sun'iy intellekt yordamida generatsiya qilinayotgan o'sha deylik kontentni belgilash, turlarini belgilash kerak bo'ladi va uni turlari bo'yicha javobgarlik masalalarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Sun'iy intellektning foydali jihatlari ko'p bo'lishi mumkin, ammo uning xavfli tomonlari ham bor. Masalan, uning qanday salbiy oqibatlari borligi haqida uning javobi esa quyidagicha bo'ldi. Birinchidan, ko'plab kasblar, ayniqsa ma'lumotlarga asoslangan ishlarda sun'iy intellekt tomonidan almashtirilish xavfi bor. Bu esa ishsizlik muammosini keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchidan, soxta ma'lumotlar tarqalishi, sun'iy intellekt, xususan chat kabi modellarga noto'g'ri ma'lumotlar berilishi yoki ular orqali noto'g'ri xulosalar olinishi mumkin. Bu esa jamiyatda yolg'on axborotlarning tarqalishiga olib keladi. Uchinchidan, AI tomonidan yaratilgan kontent kimga tegishli, noto'g'ri maqsadlarda ishlatilsa, bunga kim javobgar bo'ladi? Bu kabi savollar hali to'liq hal etilmagan. To'rtinchidan, insoniylikka ta'siri. Agar biz har bir masalada texnologiyaga tanadigan bo'lsak, fikrlash, his qilish, qaror qabul qilish kabi insoniy fazilatlar zaiflashishi mumkin. ChatGPT bizga aytchi, sen odamlar qilgan ishni qay birini qila olmaysan? Jismoniy harakatlarni qila olmayman. Men kompyuter dasturi bo'lganim uchun og'ir yukni ko'tara olmayman. Uy tozalay olmayman. Ovqat pishira olmayman. Sun'iy intellektning yana bir xavfli jihati bor. Bu sun'iy intellektga bekordan bekorga deylik ChatGPT shu suratlarni turli xil yo'nalishda generatsiya qilish yo'nalishlarini tekin qilib qo'ygani yo'q. U shunchalik odamlarni ma'lumotlarni yig'ib, o'zini modellarini yanada yaxshilayapti. Tekinga insonlar buni qanaqadir qiziqish ko'rinishda o'zlarining suratlarini, даже ijtimoiy tarmoqqa yuklamaydigan suratlarni ham sun'iy intellektga yuborishyapti. Bu juda ham katta masala aslida. Shuning uchun biz aholimizga sun'iy intellekt bilan to'g'ri foydalanish madaniyatini olib kirishimiz kerak va o'qitishimiz kerak. Agar sun'iy intellekt sizga qarshi chiqishini istamasangiz, har qanday turdagi shaxsiy ma'lumotlaringizni unga beravermang va undan maqsadli hamda to'g'ri foydalaning.